Imtihon test markaziga qo'shilgan yangi savolni ko'rib chiqamiz. Qaysi transport vositasi o'ngga to'g'ri burilmoqda deyapti. Bu yerda qizil avtomobil haydovchisi harakatlanish to'g'riga ko'rsatilgan, lekin o'ngga noto'g'ri burilyapti. Bu yerda yashil avtomobil chap polosidan kelyapti-da, ikkinchi polosadan kelib o'ngga burilmoqda. Bu ham noto'g'ri. Bu yerda sariq avtomobil ham ikkinchi polosadan kelib burilyapti. Bu yerda to'g'ri burilayotgani faqat oq avtomobil. Ya'ni variantlardan oq avtomobil degan javobni tanlaymiz. Keyin keyingi savolga o'tamiz. Ushbu vaziyatda oxirgi bo'lib kim o'tadi? Ya'ni bu yerda yon tomondan, chap tomondan tutashuvchi belgisi haqida ogohlantiryapti. Ko'k avtomobilning oldida imtiyozli belgi, oldinroq harakatlanish huquqini beradigan belgi turibdi. Keyin birinchi bo'lib ko'k avtomobil o'tadi. Keyin oq avtomobil o'tadi. Undan keyin yuk avtomobil, ya'ni qizil avtomobil o'tadi. Oxirgi bo'lib. Shunda qizil avtomobil degan javobni belgilaymiz. Testni yakunlaymiz. Mana 10 tadan 10 ta oxirgi savollar, yangi qo'shilgan savollar mana shu. Oq avtomobil faqat o'ngga to'g'ri burilmoqda.